Senlarni dunyoqarashing qanaqa bo'lib qolgan? Yo, hammang introvertsan. Yozib turganingda inglizcha so'zlar aralashtirib yozsam, tez ko'rinaman deb o'ylaysan. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, O'zbekistondagi barcha memerlarni ko'zini ochamiz. Bugungi videoda propaganda qilingan introvert tushunchasi, tojiklar trendi kelib chiqishi va o'zbek mem sferasi qanday ahvoldaligi haqida gaplashamiz. Lana Del Rey yoki O'zbekistondagi introvertlar hayotini saqlab qolgan artist. Siz o'zingizni didli ko'rsatish uchun playlistingizda albatta Lana Del Rey bo'lishi shart. Savol: introvertlar rostdan ham odatda Billi va Lanani eshitadimi? Mani javobim: sizga buni o'zbek mediasi singdirgan. Вообще-то bu so'z ma'nosi yolg'izlikda o'zini qulay his qiluvchi xarakter degani. Aytishingiz mumkin, yo'q bro, rostdan ham o'zini introvertligini maqtanadigan ba'zi pikmi qizlar bor deb. Okey, bor bunaqalar, lekin ular o'z nomi bilan pikmi. Demak, Lana va Billi eshitishini o'zgacha deb biladiganlarga pikmi degan jumlani ishlatish kerak. Introvert tushunchasini orqalarga tiqib tashladinglar. Man introvertman man uchun Billie Eilish amaranus tu nunca tilte kif maldirit klaman jingdan. Introvert emas, u introvert. Bitta chala reper millatchilik qilib rep aytib qo'yganda trendga chiqarib yubordinglar. My client should go right to fucking jail. Rostini aytsam, o'zim ham ko'p foydalanganman, lekin oxiri shuni tushunib yetdim. To'xta, Zomer, bu kulgili ko'ringan qo'shiq orqasidan butun bir millatni yomon ko'rsatmayapmanmikin deb. Keyin esa videoda bu mavzuni ko'tardim. Zayba bola bo'ldi endi, hadeb tojiklarni yurguraverasizlarmi? Qaysi odam tojiklarga diz otib chiqdi deganim butun tojik millat yomon degani emas u. Qo'shilaman hozirgi gapingga. Tojiklar meni trend bo'lib ketdi. Odamlar jiddiy qabul qilyapti. Va shu o'rinda memerlarga respekt bildirishim kerak. Sababi ular global miqyosdagi edit videolarni, dark yumorlarni va har xil trendlarni O'zbekistonga olib kirishyapti. Odamlar aytayapti, sizda jinlaringiz bor ekan, 5 mingda, 10 mingda. Bular esa men kuzatadigan o'zbek memerlar. Video so'ngida nima demoqchiman? Sizning yaratayotgan har bir kontentingiz bu targ'ibot bo'lib ishlaydi. Shuning uchun bilib bilmasdan zararli trendlarga ergashavermang. Bu videoni esa mediadagi sog'lom raqobat sifatida qabul qiling. Zomer Punk siz bilan bo'ldi. Good luck. Nigga. What?